bilmeyin, o'ylab ko'ring. Mashinamizga ham adashmasam kamida 5 ming yo'l rasxod qilingan deb aytishdi. Mo'ljalda 40 partiya Farg'onanikiga. Mana atlaydi bu. Mashinamiz ichini ponni mana. Deskesi adını deymi. Şu o rang yarashganmi, yarashmagan fikrini qoldirasizlar. Mashina oldi qilishgan baho bersa, baho beradi. Lekin bu trekkerimizda ancha normal narsa qilishadi. Karbondan qilishadi bak o'ylarga. Nima bu? Bu Merz yoki BMW emas. Oddiy Mars gibi. Qaraganda BMW qaraganda buni ustida odamlar lekin normani qaynamoqda. Bitta lakayam. 83-yilda ishlab chiqargan. Euro motor o'ziga 3 ming dollar rasxod qilganman deb aytmoqdilar. Bu addeni temib turibdi, ichiga bir sayohat qilamiz. Mo'sha bir oldi ko'rishdan bir sizlarcha yengil ko'ramiz. Deskasi addeni temib turibdi. Ichiga ham obzor bo'ladimi? Xo'p, mo'shamizni xo'p, Ternovkaga ruxsat bormi? Ternovkaga yo ruxsat bor, yo gayigacha. Chekadigan bo'lsa, ichlari ham ideal holatda turibdi, rollari, boshqalari o'ziga yarashgan holatda. Chehollari, boshqalari zo'r ekan. Xo'p, avtomobilimizni yaxshi sostavlagan, 4 teshik, shumazatsiya ham qo'ygan. Bu yerda mana katta bo'lgan, katta qilgan deydi-ku, ha. Nomboy mashinalar turibdi, mashinamizda egalar yo'q ekan, mashinamizda. Mashinamizning narxi nechi pul? 7 ming dollarga olgan bo'lamidingiz? Fikringizni qoldirasiz. O'shanga hech qanaqa tuning qilinmagan, lekin Spark ishqovozlar albatta yo'qtirsa kerak. Qobul G ga ancha normal holatda ketdi mashina, lekin zo'r holatda ekan, oldilariga, tepalarga ishlab turishgan, lekin yarashmagan fikringizni qoldirasiz. Deskasi adlarni tema bo'lib turibdi mashina. Mashina Ternovkaga tortib qo'yilgan. İçlerinde bonda tifini qilib ama. Sotorasin buni. Mashina holatda zo'r ekan, Mercedes. Ha, 5 mingda o'shiq nabrot ketgan deb aytishibdi. Mobodo. İçlerini ham ko'rsatib qo'ydi. Ajoyib, lekin normal rasxodlar qilishibdi. 5 mingga yarasha ish qilishibdi. Где-то tan narxi shunda 12 ming, 11 ming atrofida bo'lib ketadi. Xullas mashina. Xullas mashina ishlari zo'r. Patologiya ham normal emas. Ishi zo'r. Normal ish. Mana 12simizni ko'ring-chi. Odamlar hayron. Bunga narx 5 ming dollar navrotiga ishlab qo'yilgan deb aytishdi, lekin yo'qsa. Narxini ham aytib o'taman. Hozir sotilmasa ham mabodo 21 mingga berib yuboramizmi? Narx 21 mingga. Men shef bilan gaplashdim, qo'lib bering hojam. 21 mingga O'zbek avto nomidan chiqqanlarga berman o'rishadi. Agar yo'qqan bo'lsa, sizlarni ham bir ko'rsatib o'taman. Endi ichiga sayohat qilib bo'lsani, ichiga atmosfera addenni tema bo'lib turibdi. Mashinamizning holatlari zo'r, normal holatda ishlab qo'yilgan. Bunaqasi endi mana tepani bitta ko'ramiz. Bitta agar tepaga bitta lak bosib qo'yamiz agar yo'qsa. Mana adden tema, mana luklar adden tema. Karbon qilib qo'yilgan ichlarga ponni, holatlari zo'r, mashina yurmagan. Yo'llargacha ishlarni holat qilib qo'yilgan. Xullas mashina hech qanaqa ishi yo'q. Bizini ham bunaqacha ko'p ichmaydi deb aytishdi. Bu ichsa 5 ta 6 ta atrofda ketadi deyishdi. Bolalarga atani beramiz. O'ylab ko'ring, sizda 21 ming pulingiz bor. Shu mashinani olgan bo'lamdingiz. Albatta fikringizni qoldirasiz kommentariyada. Agar olmoqchi bo'lganlar menga yozsanglar, men egalarni bilan qoldiraman, gaplashamiz. 91lik 020 020 1001 1001. Mana 501 nima qilmoqda? Ey, ko'ring-chi. G'alaba qilmoqda-ku bu yerda. Umuman o'zi ovoga. Mashina orqasi adden. Mashina vaqillashiga adden beramiz. Mashinamiz 551 adden beribdi. Qanaqa motor bosqasizlar aka? Zo'tska motori moslashgan ekan. Shunga orqasidan bir ko'rsatib o'tamiz. Mobodo sotilmaydi. Sotilmasa ga bebaho ekan bu narxi. Oka gaz bering-chi. Orqa adden nima?
shoot 3 shots. Somebody don't pay me hot. We hot. Don't pay me. Kill me. Kill no motherfucking body in here. I'ma shoot 3 shots. Mag'lub yashiryapti desam bo'laveradi. Fucked up, we shoot guns and hit targets. Meat market, chop haters up who start shit. MJG ripping hoes and bodyguards out of line. Police and boys who think they fought. Party started, I know we was all chillin'. I figured that everybody be leaving here all living, you standing too close. Partner, you asking too much. Baby, you need to get away from common. Sparkimiz qanaqada, do'stlar, bilingchi. Mana parallarga atdan ishlab qo'yilibdi. Mashinamiz oldi kapot boshqa rang. Yo'q, qizil rang to'pish olmaganmi? Fikringizni qoldirasizlar. Shu rangda qilgan yaxshimidi yoki bu rangga bosib o'rganmiz? O'ylab ko'ramiz. Tepani bomba qoratib qo'yishgan, ishlash kerak ekan. Yo'llari bomba ro'ziga holatda, bo'g'ilari zo'r. Yangi bo'g'illar. Ko'p o'rtasida mana stoplargacha qo'yib qo'yishibdi. 0 partiya ekan mashina, zo'r. Shu mashinani qanchaga olgan yaxshi? Fikringizni qoldirasizlar. $5000 pulingizga bo'lsa, olgan bo'lamidingiz? Albatta yozib qoldirasiz. Sizlar ham navrotni ham ko'radigan bo'lsak, defektorlar qo'yilgan mana kolonkalarni moslab qo'yilgan ekan. Ichida ham o'tda boshqacha narsa bo'lib turibdi mana. Hop, o'yinlar elektronika, defektor, BMW rollarni bosib qo'yibdi. Hop, do'stlar, Lacetti ish quvozlariga tashlasani bo'ladigan mashinani to'p qo'ydim sizlar uchun. 612 ta attenni tema bo'lib turibdi. Mashinamiz holatlari ajoyib. Yumshoq balolarni to'p qo'yishgan. Deskasi yarashganmi yoki yo'qmi? Mashinaga e'tibor beramiz. Mashinamizni kapotiga ham boshqacha versiya qilib qo'yishgan ekan. Ichiga bir ko'radigan bo'lsak, ichlari ham, mana holatlari ham ajoyib ekan. Tepalari Honda Alcantara qilib qo'yilgan. Chexollari boshqalarda hech qanaqa ishi yo'q ekan. Ichiga e'tibor beradigan bo'lsak, ichlari ham ajoyib. Cobalt ish qog'ozlari xafa bo'lmaysiz. Sizlarni endi hayron qoldiramiz. Cobalt yo'qmi deganlar uchun Cobaltni ham mana ko'rsataman mana. Gentra yaxshimi, Cobalt yaxshimi deydiganlar. Orqalariga mana. Siferlarni qo'yib qo'yilgan. Imzoga qarashlaymi, bilmayman, buni imzo emblemini yopishtirmagan emblem ham Barcelona bilan Real Madrid emblem emas, xolos. Qolgan hammasini yopishtirishibdi. Ha, tepasida bir artishi. Ochib qo'yadi. Mashinamizning holatini ko'rsatib mana endi nima bu? Bu shunchaki moslangan mana. Bayroq atentemi. Cobalt lekin o'rgashibdi. Mashinamiz ajoyib ekan. Hop, bako'raga ham karbondan qo'shgan. Mashina zo'r ekan. Spark shqo'zlari. Shoshishganmi endi? Mana sizga ham Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. Yo'qmi yo shunga TV'ni rang qilish kerakmi? Fikringizni qoldirasiz albatta. O'shamiz o'chirib turibdi. Palestinskiy Nexia 2 ko'rganmidingiz? Lekin normal holatda ekan. Bunda rasmga tushishga ruxsat ham qiziq. Qolgan mashinalar ruxsat bo'lmagan. Bunda lekin ruxsat bo'ladi. Mashinamizdagi so'nsa ekan. Ichini ochib ko'ramiz ham. Old odam bor ekan. Okalar nima qilibdilar? Yaxshimi oka, yo'qmi mashina? Zo'r-a? Zo'r. Mashina turgan ham keling. Holatlari ajoyib ekan. Orqaga e'tibor beradigan bo'lsa, orqalari ham adden holat. Mashina ajoyib. Mana adden tepsi. Mana ham qo'yishga ruxsatmigina? Nima deb o'ylaysizlar? Fikringizni qoldiring. Bu yerda sizlar uchun Sparkimizni ham to'p qo'ydim do'stlar. Spark ham ajoyib holatda tuning qo'shibdi lekin. Adidman 1 2 3 numar adentemi, par adentemi, deska adentemi turibdi. Baka o'ylagacha ishlab qo'yishibdi. Mashinamiz egalari yo'q ekan, mashinaning tepalarini qora qilib qo'yishibdi. Yarashgan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, Instagramda ko'rib qolasiz.